Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun Chilonzor tumanidagi loyihalarimiz davom etyapti. Loyihamizda burchakamiz yakun topdi. To'lovchi. Ustoda istakam sokul bilan ovora. Kamaka. Yaxshimisiz? Kutyapti shanba yakshanbaga. İşlerimiz trotuarlar bo'ldi. Yine yo'laklargacha qilib tugatdi. Sokulni solarimiz berishyapti. Granitdan. O'zbekistonlik granitda shu holatda 60 santimetrlik metr bayga kelishib qo'yiladi. Shunga ko'rsataman. Birisiga yaqin bir 40 yillik ustalar. O'z necha girdingiz? Bilmadim, tug'ilgan ustalarni. Tug'ilmagan bo'lardim. Biz bilan birga ishlayotganiga bizga ham 2010-yillar qo'shilgansiz, 2012-yillar. Menimcha, ha? 12-yildan beri Zonoylar korxonasida yelka xizmat qilyapti. Shu ham endi yangi. 3-4 yil bo'ldi xolos. Bu hujjatga sokol xizmatlari bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatga borib o'rnatib biz mahsulotlarni ham o'zimiz olib kelib beramiz. Uy egasini ovora qilmagan holatda 100% mahsulotlari bilan tagiga ketadigan xomashyolar bilan hammasi bilan o'rnatib qilib beramiz. Nomerlarimizni qoldiramiz. 55 530 nomeri. Doim ishlab turibdi. Xudo xolasa xizmatlaringizga tayyormiz. Biz bilan ish boshlaganiga 2016 bo'lsa 26 14 yil bo'ldi. 14 yildan beri